uning gulshaniga oshno bo'lgan qadrdonlar. Qalbida ezgulik uchquni, tilida nazm sadosi, ruhida navo jozibasi bor aziz nazm va navo guruhining tinglovchilari. Xush ko'rdik barchangizni, sizni mana shunday husnkor bo'lgani qadar samimiy oqshomda. Bilasizlarmi, dunyo shiddat bilan o'zgarib, insonlar orasida masofalar uzoqlashib borayotgan bir paytda bizni hamon bitta ilohiy kuch birlashtirib turibdi. Bu so'z va navoning kuchidir. Sizlar bilan men bugungi ijodiy kechada boshlovchiman. Men bugun sizlarga bir sirni ochmoqchiman. Haqiqiy ijodkor bu shunchaki matn o'quvchi emas. U o'z ovozi bilan o'zga qalblarga ko'prik quruvchi me'mordir. Bugun biz ana shunday ko'prikning guvohi bo'lamiz. Shu o'rinda bugungi mehmonimiz Guli qiz bo'ladilar. Assalomu alaykum Guli qiz. Avvalambor assalomu alaykum. Ijod ahli, barchaga xayrli oqshom. Mehmon sifatida taklif qilganinglardan juda ham xursandman. Hammani ko'rib turganimdan juda ham xursandman. Men bu guruhga birinchi marta kirmadim, oldin ham mehmonlar bo'lganman. Ja ko'pchilik tanimasa ham oz-moz odam bilan tanishmiz, Xudoga shukr. Barchani ko'rib turganimdan yana bir bor xursandman. Rahmat. Sizga ham rahmat. Dasturimiz mehmoni ijrochi ijodkor Guli qiz bo'ladilar. Shu o'rinda Guli qiz haqida qisqagina ma'lumotlarni sizlar bilan bo'lishmoqchiman. Guli qiz Andijon viloyati Shahrixon tumanida 2002-yilda tug'ilgan. 2019-yildan beri ko'plab shoir va shoirlarimizning she'rlarini o'z ijrochilik mahoratiga tayangan holda ijro qilib kelmoqdalar. Guli qiz maktab paytlaridan buyon ko'plab tanlovlarda ishtirok etgan. Shu o'rinda Zulfiya xonim izdoshi tanlovlarida doim birinchi o'rinni olib kelganlar. 2024-yildan beri onlayn Biz FM radiosida ko'plab efirlarni olib borgan. Yangi kelganlarga ham assalomu alaykum deymiz. Nazm va navo guruhidagi dasturimizga xush kelibsiz. Dastur avvalida Guli qiz sizdan ijro eshitsak va undan keyin esa ustozlarimizga birin-ketin so'z berishni boshlaymiz. Mayli, bo'ladi. O'zim xohlaganimdan o'qiraman. Albatta. Ona tobiz qochmasin. Ona tobiz qochmasin. Dildan orom qocharkan. Uyimizda rayhonlar chanqab suvsiz qolarkan. Ona tobiz qochmasin. Ona tobiz qochmasin, kapkir menga qolarkan. Bemaza ovqatlarim faqat sizga yoqarkan. Ona tobiz qochmasin. Ona tobiz qochmasin, opam singlim og'rib qolarkan. Ko'zlariga yosh olib yoningizga yotvalarkan. Ona tobiz qochmasin. Ona tobiz qochmasin, otam soqov bo'larkan. Siqilgandan sigaret ovqat bo'lib o'tarkan. Ona tobiz qochmasin. Ona tobiz qochmasin, menga qiyin bo'larkan. Kir ko'rmagan kiyimlarim kirxonada yotarkan. Ona tobiz qochmasin. Ona tobiz qochmasin, alam hasrat tirnarkan. Uyda fayz yo'q, havo aynib qolarkan. Maqtasam yuzlarin oy derdim, ko'zlarin yulduzga tenglardim. O'xshashin osmondan izlardim. Yo oydan tushganmi onalar, yo oydan tushganmi ayollar. O't tushib gohida bu jonga, dil bersak nozanin janonga. O'ylaymiz termilib osmonga, yo oydan tushganmi onalar, yo oydan tushganmi ayollar. Gullar ham ochilar ayol deb, hislari sochilar ayol deb. Dod erkaklar osalar ayol deb. Yo oydan tushganmi onalar, yo oydan tushganmi ayollar. Ayollar qoshida goho biz so'raymiz cho'kib tez. Bizlar-ku erkaklar yerlikmiz. Yo oydan tushganmi onalar, yo oydan tushganmi ayollar. Ayollar, kimdir savol berdi. Aytgin Muhammad, yolg'iz sen rasulsan butkul olamga. Dod, kimga yaxshilik qilay, ota-onamgami, yoxud bolamga? Rasul javob qildi, tingla birodar, so'zimni 3 bora quruqqa ilgin. İmkonin topa olsang dunyoda faqat ota-onangga yaxshilik qilgin. Ota tobiz qochmasin, ona tobiz qochmasin, alam hasrat tirnarkan. Ona tobiz qochmasin, singlim og'rib qolarkan. Dori ichmayman deya xarxashalar qilarkan. Ona tobiz qochmasin, ona tobiz qochmasin, dushmanlarim kularkan. Sizga bergan dardini Alloh menga bersa bo'larkan. Eshitganlar uchun kattakon rahmat. Xato va kamchiliklar uchun uzr so'rayman. Ijro uchun katta rahmat. Ovozingiz xasta bo'lmasin. Ana endi esa navbatni birin-ketin ustozlarimizga bersak. Bu yerda ko'ryapman Oq Atirgul ustozimiz. Assalomu alaykum. Imkoningiz bormi? Va alaykum assalom. Albatta imkon bor. Marhamat ustoz.
Xo'p, andijonlik Guliyqo'z sizni Nazm va Navo Telegram guruhida ko'rib turganimizdan mamnunmiz. Yurtdoshim ekansiz. Dinladim, juda ham chiroyli. O'ziga yarasha kanalingizni ham kuzatdim. Bir chiroyli maktab, ijro borasida maktab yarata olibsiz. Ijodingizga ko'z tegmasin, muvaffaqiyat tilayman. Yoshlar bu borada juda ham jadalsizlar. Ilmlaringiz bundan ham ziyoda bo'lsin. Qaysidir ma'noda, ma'lum ma'noda yoshlarga ibrat bo'ladigan ijrolar qila olibsiz. Matnlarni juda ham chiroyli me'yoriga yetkazib o'qiy olyapsiz. Buning uchun sizga alohida minnatdorchilik bildiraman. Meni nazarimda siz Andijon maktabini yaratsangiz bo'ladigan darajada ijrolar qilibsiz. Albatta bundan keyin izlanishda davom eting. Qaysidir ma'noda oz-moz xatoliklar ham ko'rdim. Lekin bu narsalarni ijrolar davomida to'g'rilab ketasiz degan yaxshi umid bildiraman. Yosh bo'la turib, mana adashmasam 2000-yil dedilarmi? Yosh bo'la turib ham chiroyli ijrolar qilasiz. Bundan keyingi ijodingizga muvaffaqiyat tilayman. Ko'z tegmasin. Yoshlarimizga ham chiroyli sharoitlar yaratildi. Mana shu sharoitlardan o'z o'rnida chiroyli foydalanganingiz uchun sizga minnatdorchilik bildiraman. Yana bir bora sog'lik, salomatlik, chiroyli umr tilayman. Sizni Nazm va Navo guruhida ko'rganimdan xursandman. Siz andijonlik ekanligingiz meni mamnun qiladi. Sog' salomat bo'ling. Umringiz uzoq bo'lsin, ota-onangiz baxtiga salomat bo'ling. Ijrolar qilishda davom eting. Avvalambor assalomu alaykum ustoz, kattakon rahmat tilaklaringiz uchun. Mana shunaqa tilaklaringiz ilohim o'zingizga ham hamroh bo'lsin. Bir maktab yaratdingiz degan gapingizdan juda ham mamnun bo'ldim. Juda ham xursandman. Chiroyli kutib olganinglar uchun, shunaqa tilaklar bildirganinglar uchun kattakon rahmat, tashakkur. Ilohim mana shunaqa tilaklaringiz o'zingizga ham yor bo'lsin. Rahmat, salomat bo'ling. Nazm va Navoda sizni takror kutib qolamiz ijrolaringiz bilan. Xudo xolasa inshaalloh, rahmat. Katta rahmat ustoz fikrlaringiz uchun, iliq tilaklaringiz uchun. Guliyqiz, sizga shu o'rinda savol bilan yuzlanmoqchiman. Bugun savollarim ko'p. Ismingizning ma'nosi yoki ijodiy taxallusingiz haqida gapirib bera olasizmi bizga? Ismimning ma'nosi, ya'ni taxallus bu, chunki asl ismim boshqa. Gul borligi uchun, ismimda qo'shimchasida borligi uchun ko'pchilik erkalatib Guliyqiz deb chaqirishadi. Biz Andijonda ismlarga qiz qo'shimchasi aytilib chaqiriladi. Misol uchun Mavjuda bo'lsa Mavjuda qiz, Guli bo'lsa Guli qiz, Sabina bo'lsa Sabina qiz. Shuning uchun eskidan odat bo'lib qolgan Guliyqiz deb chaqirishadi. U qanaqa ma'noga egaligini o'qib ko'rmaganman, chunki mana shu ism menga yoqadi. Shuning uchun taxallusimni ham Guliyqiz deb qo'yganman. Javobingiz uchun davom etamiz. Keyingi navbatni Sardor Qalandarov ustozga bermoqchiman. Assalomu alaykum. Yusupova ustozimizni ko'ryapman. Assalomu alaykum. Ustoz, imkoningiz bormi? Nazm va Navo ijodiy Telegram guruhi muxlislari, obunachilar, assalomu hammalaringga assalomu alaykum va xayrli kech deb qolaman. Guliyqiz, assalomu alaykum, xush kelibsiz guruhimizga. Assalomu alaykum, xushvaqt bo'ling. Ovozingiz juda ham chiroyli. Oxir nafas ovozingiz bor ekan. Ko'z tegmasin ilohim. Ijrolarni ham juda ham maromiga keltirib ijro qilar ekansiz-da. Shu o'rinda bitta savol tug'ildi menda. Siz shoirga e'tibor berasizmi? She'rni ijro qilayotganingizda yoki she'rni mazmuniga e'tibor berasiz? Avvalo savol uchun rahmat. Men hech qanaqa shoirlarni muxlisi emasman. Ko'p ijro qilgan she'rlarim, o'zim yozgan she'rlarim mazmuniga qarayman. Kimdir masalan zakaz beradi, mana shuncha summa beraman, mana shu she'rni ijro qilib bering deb. Yo'q, men bunaqa zakazni qabul qila olmayman, chunki yoqtirgan she'rimni ijro qilib kelganman shu paytgacha, o'zim o'qib ko'raman bir qator. Mazmuni yoqib qoldimi, ma'no bormi, ana shu she'rni ijro qilaman. Ijro qilishga, maromiga yetkazib berishga, meni tinglayotgan insonlarni yurak-yuragiga, vujud-vujudiga ana shu she'rni yetkazib, singdirib bera olishimga aqlim yetsagina, ana shu she'rni ijro qilaman. Menimcha javobim qoniqtirdi degan umiddaman. Rahmat, javobingiz qoniqtirdi. O'zing savol berdilar. O'zim ham ijod qilaman. O'sha 2019-yildan beri she'rlar yozib turaman. Kitobim ham chiqqan, lekin hozir o'zimning qo'limda o kitobim yo'q. Andijon viloyati Shaharxon tumanidagi kutubxonalarga topshirilgan. 2020-yilda kitobim chiqqan. Mengiz uchun
Shu o'rinda eslatib o'tmoqchiman, agar kimdadir imkon bo'lmasa gapirishga, mehmonimizga o'zingizni qiziqtirgan savollaringiz bo'lsa, menga yozib yuborsangiz, albatta o'qib eshitiraman. Undan tashqari iliq tilaklaringiz bo'lsa ham, ularni ham yozib qo'yishingiz mumkin. Guli qiz, sizdan manda mikrofon aylanib qoldi-da, savolimni oxirigacha bera olmasdan qoldim. Ovozim yaxshi boryaptimi? Ha, endi yaxshi kelyapti, bu yozilib qolgan. Xo'p, rahmat Guli qiz. O'zingiz she'r yozib turasizmi? Albatta yozaman. Hozir ona tobingiz qochmasin degan she'rni juda ham chiroyli qilib o'qidingiz-da. Bu she'rni muallifi kim? Bu she'rni muallifi yo'q ekan, yozilmagan ekan. O'zingizlarning guruhinglardan kelib qolganda saqlab olib, hozir ijro qilib berdim. Mayli, ijodingizga omad tilayman, lekin shu o'rinda bitta narsani eslatib o'tardim. Shoirlarni, she'rlarini albatta muallifi bo'lsagina o'qigan ma'qul degan fikrga boraman. O'sha she'rning tagida qachonki muallifning ismi sharifi turgan bo'lsa, o'qigan ma'qul degan bir fikrlar bor-da menda. To'g'ri. Endi hozir muallifi bilan yozilayotgan she'rlarga ham mazmuniy yaxshi e'tibor bersangiz. Chunki u muallifsiz yozilgan she'r qaydandir o'g'irlangan bo'lishi mumkin. Kimdadir g'oyasi, kimdadir she'ri o'g'irlangan bo'lishi mumkin. Shuning uchun imkon qadar o'sha pastida muallifi bor she'rlar o'qilsa, ijro qilinsa, maqsadga muvofiq bo'lar edi. Xo'p, bo'ladi. Guli qiz, ijodingizga omad tilayman. Ovozingizga ko'z tegmasin, muxlisingizman. Rahmat. Rahmat Munavvar. Salomat bo'ling, sog' bo'ling. Sizga ham rahmat ustoz, savollar uchun, iliq tilaklar uchun. Dasturda davom etamiz. Guli qiz, sizdan navbatdagi ijroni eshitsak, marhamat. Alishtirma raqamlaringni, topay seni yillar o'tsa ham, sog'inganda nafaslaringni o'ylolmasdan simlar qoqaman. Alishtirma raqamlaringni, pichirlayman, sekin teraman, o'tsa hamki oradan yillar, hamon kutishingni bilaman. Alishtirma raqamlaringni, sodiq tursin intiq barmoqqa, axir yurak dosh berolmaydi, mavjud emas desa tarmoqda. Alishtirma raqamlaringni, chaqiruvlar izlashi mumkin, topilmayin qolsang dunyodan, ostin ustun bo'lishi mumkin. Alishtirma raqamlaringni. Sizga ham rahmat, chiroyli ijro bo'ldi. Shu o'rinda so'z navbatini Abdulloh Shodmon ustozga bermoqchiman. Assalomu alaykum. Imkoningiz bormi? Qidirgan savollaringiz yoki tilaklaringiz bo'lsa, marhamat tinglaymiz. Ha, endi biroz yaxshi bo'ldi. Assalomu alaykum. Guli qiz taxallusmi yoki shunchaki ismingizmi? Avvalambor assalomu alaykum. Ikkalasi ham desam ham bo'laveradi. Guli qizga murojaat qilishingiz mumkin. Kanalingizni ozgina bo'lsa ham kuzatdim. Kanal bu e'lonni loyihasini tashlashganda shu bilan bo'lib kuzatishga vaqt bo'ldi. Asosan tabriklar, xalqimizni shodiyona kunlarini, xursandchiliklarni baham ko'rish imkoniyatlari bor ekan. Shu ish bilan shug'ullanasiz ekan asosan, adashmasam. Shunaqa. Tasavvur qiling, sizga tabrik keldi. Va tabrik o'rinda shu tabrik jarayonida ijod ham keldi. Ya'ni shu ijodni o'qib berasiz degan ma'noda. Shu she'r bor yoki shu matn shunaqa ham bo'lib turadi, to'g'rimi? Yo, endi bo'lmasa bo'ladi. Matn keldi. Matn sizga juda ham tanish va qaysidir jihatdan xohlang hayotingizdan bir voqelikka bog'liq yoki tasodifan to'g'ri kelib qolgan o'sha matn yoki ijod sizni ruhiyatingizga qattiq ta'sir qiladi yoki salbiy yoki tushkunlik. Lekin sizga iltimos qilishgan vaziyatdan qanday chiqqan bo'ladi? Javob uchun oldindan Savol uchun sizga ham rahmat. Juda ham chiroyli va o'rinli savol bo'ldi. Bunaqa holat hayotimda juda ham ko'p bo'ladi. Har kuni bo'ladi desam ham adashmagan bo'laman. Qanaqadir ta'sirlanib ketadigan joylari bo'ladi. Lekin ana shu narsadan gaplashayotgan, muloqot qilayotgan insonimni olib chiqib ketishga harakat qilaman. Ko'pchilik nomi o'qigan paytimda yig'laydi, ta'sirlanib ketadi. Ba'zida kulgili holatlar ham bo'ladi. Iloji boricha suhbatlashgan insonimni ko'nglini ko'tarishga harakat qilaman. Hazilomuz so'zlar bilan ishlatib, kuldirishga harakat qilaman, pozitiv bo'lishga harakat qilaman. Lekin nomani ichida shunaqangi bir ta'sirli so'zlar bo'ladi. O'zim hayotimga tegishli so'zlar ham bo'ladi. Ko'zimga yosh kelsa ham o'zimni zo'rg'a to'xtatib turib, qayerdan qanaqa ilhom keladi bilmayman, lekin o'zimni tutishga harakat qilib, nomasini yurak-yuragiga yetkazib beraman. Salomat bo'ling. Va shu o'rinda hozir mana yoshsiz quvnoq, pozitiv yoki hisobchon bo'lmasa bir o'zidagi holatdan kelib chiqib tabriklar, bunday kayfiyatni ko'tarish. Endi o'zingizda aytaylik yo'nalishingiz bor. Tasavvur qiling, yana 20 yildan keyin Guli qiz o'sha hozirgi yo'nalishini o'zini qaysi yo'nalishga o'zgartira oladi? Tafovut ko'rganmisiz? Aytaylik 20 yil tajriba va 20 yildan keyin yoshingiz 40-50 o'rtasi taxminan va sizga yana shunaqa taklif bor.
endi Guli qizni pozitsiyasi qaysi yo'nalishda bo'ladi? Savol uchun rahmat. Bu ham chiroyli savol bo'ldi. Bu to'g'risida ko'p o'ylaganman. Albatta, balki bu ishlarimni to'xtatarman. Avvalo Xudo biladi. Lekin Xudo xolasa bizneslarimni davom ettirmoqchiman. Xudo xolasa boshqa viloyat, tumanlarga mana shunaqa dekoratsiyalarni filialini ochmoqchiman. Ana shu 40-50 yoshimda balki uyda o'tirgan holda ana shu viloyatlar aro filiallarni boshqarish imkoniyati bo'lar menda. Bu bir narsani oldimga maqsad qilib qo'ydimmi, ana shu maqsadimga erishmagunimgacha niyat qilaveraman. Niyatda gap katta, duoda gap katta deydi. Duo qilib, niyatlarimni amalga oshirmagunimgacha harakatda umuman to'xtamaydigan qizman. Menimcha shunaqa 50-60 balki Xudo umr bersa, yoshim 70-60 yoshga yetganda ham bu tabriklarimni to'xtatib qo'ysam ham, lekin bu yo'nalishimni to'xtatmayman. Menimcha ovozda ham insoniyat ulg'aygan sari ovozda ham qanaqadir o'zgarishlar bo'ladi. Meni muxlislarim bo'lsa ham, ovozimni muxlislari bo'lsa ham qarigan payti qarigan insonlarga hech kim unaqa tabrik berib, tabriklab qo'ying deb menimcha unaqa qilmasa kerak deb ham o'ylayman. Chunki yosh avlod mendan ham ovozi chiroylilar bor. Masalan, mendan ham keyinchalik ana shu 20 yildan keyin ovozi mustahkam insonlar paydo bo'lar, tug'ilar. Ana shularga o'rnimizni bo'shatib berish payti ana shu 40-50 yoshda deb o'ylayman. Menimcha javobim qoniqtirdi degan umiddaman. Tilab qolamiz. Menimcha hamma qo'shimcha ko'ra 50-60 yoshda ham o'sha hozirgi professional ustozlar qatorida balki dublajlarda va 60 yoshda ham 18-15 yoshli qizlarni bolalarni ovoziga ovoz berishyapti-ku. Shu qatorda bo'lishingiz va niyat degandek buyurtmalarni qabul qilib qator shogirdlaringizga tashlab boshqarib yurish nasib qilsin. Ilohim. Rahmat. Omad tilayman. Aytganingizga sog' bo'ling. Savollaringiz, ezgu tilaklaringiz uchun, Guli qiz sizga ham javoblar uchun katta rahmat. Shu o'rinda yana bir savol bilan yuzlanmoqchiman. Oila a'zolaringiz yoki yaqinlaringiz sizning bu ijodingizga qanday qarashadi? Sizni qo'llab-quvvatlashadimi yoki ba'zida o'sha norozichiliklar ham bo'lib turadimi ijodingizga nisbatan? Avvalo, Munavvarxon savol uchun kattakon rahmat. Bo'lgan turmush qurganimga 26-yil bo'lsa, 6-yilga o'tdi. 2020-yil turmush qurganman. 2019-yil ijod boshlagan bo'lsam, 2022-yil yana ijodga qaytdim. Orada uzilishlar bo'lib qoldi. Hayotda hamma narsa bo'ladi, past-baland deganlaridek. Ana shu vaziyatlardan o'tgunimgacha menga vaqt kerak bo'ldi. Ana shu vaqt oralig'ida umuman ijod qilmadim. Lekin bu menga juda ham katta ta'sir qildi. Chunki ijodni sevgan inson, ijod bilan shug'ullanib, doimo qoldirmagan inson ijodini qanaqadir paytda to'xtatib qo'ysa, bu juda ham bir stressga olib kelar ekan, qanaqadir insonga ta'sir qilar ekan. Yana ijodga qaytdim, lekin xo'jayinimni oila a'zolarini, xo'jayinimni ko'ndirish juda ham qiyin bo'ldi. Boshlanishiga ana shu she'rlaringni yopiq kanalda saqlaysan degan so'zlar bilan boshladim. Keyin sekin-sekin hammasiga ko'nikib, tabrik qilganimda ham erkak kishilarni tabriklamaysan deb turib tabrigimni boshlattirganlar. Lekin unga ham sekin-sekin ko'ndilar. Dekoratsiya buyumlarimni ham erkaklarni xonadoniga bormasdan ayollarga borib tabriklaysan. Lekin hamma narsaga inson ko'rarkan, nimadan qanaqa foyda bo'lyapti, nima qilsa, masalan, meni ham quvonchimga sherik bo'ladigan narsalar bo'lsa, shuni ko'rganlarki, turmush o'rtog'im demak shunaqangi rozi bo'lsam, turmush o'rtog'im sevinadi, quvonadi degan narsalar bo'lgan. Shuning uchun ozgina o'rtada uzilishlar bo'ldi. Yo'q degan rad javoblarini oldim. Lekin hozir Xudo xolasa hammasi yaxshi. Hamma narsamga o'zlari sharoit yaratib berib, yonimda qo'llab-quvvatlab, avvalo oilam, keyin esa yon atrofimdagi insonlarni qo'llab-quvvatlaganlari, ko'p insonlardan yaxshi atsif kelgani meni tobora hayotga, mana shu ijodga bo'lgan qiziqishimni yanada orttiradi. Va shu o'rinda bitta narsani aytib o'tmoqchiman. Meni 1 yildan beri, ya'ni adminkalarim bor 2 ta, Layloxon va Durdonaxon. Ana shularga kattakon rahmatimni aytaman. Chunki ular meni doim qo'llab-quvvatlab, qanaqa zakazlar bo'lsa olib, klientlar bilan muloqot qilib, menga yetkazib berishda eng katta rol o'ynaydigan insonlar. Mana shular bo'lmaganda, men hozir bu darajaga yetib, yutuqlarimni qo'lga kiritmagan bo'lardim. Savol uchun kattakon rahmat. Javobim qoniqtirdi degan umiddaman. Javob uchun shu o'rinda Layloxonga so'z navbatini bermoqchiman. Oramizda ekanlar. Imkonlari bo'lsa albatta. Imkoningiz bormi? Marhamat, imkonlari yo'q shekilli. Unda sizdan yana ijro eshitamiz. Hajringda kechalar qon yutganimda, sen
qaysi ko'zlarni tubiga boqding? Men seni tomchidan qizg'onganimda qaysi loyqalarni suvda oqding? Kechirim so'rama, endi befoyda. Ayriliq bizlarga soyasin soldi. Xudo ko'zim ochdi qaysidir joyda, kechirmoqligimga salgina qoldi. Men qirg'oq emasman, ketgan to'lqinni qaytsa quchog'imga olgudek shartda. Qabul qilmaganman qayta hech kimni va men ishonaman faqat bir marta. Rahmat ijro uchun, ovoz xasta bo'lmasin. Sizga navbatdagi savolim, o'zingizni ko'proq ijrochi sifatida his qilasizmi yoki qalbi nozik tinglovchimisiz? Savol uchun kattakon rahmat. Ijrochi sifatida qabul qilaman, chunki ijroni his qilib turishim kerak. Ma'lum bir ma'noda his qilmagan inson ijroni mukammal darajada ijro qila olmaydi she'rlarni. Shuning uchun kerakli paytda kulib ijro qilaman. Kerakli paytda ko'zimga yosh bilan, vujudim bilan yig'lab ijro qilaman. Bu ba'zi she'rlarimda, ijrolarimda bilinib ham qolgan. Ana shu narsani bildirib berishga ham harakat qilaman, chunki yig'laganimni ko'rib qaysidir inson ta'sirlanib ketadi. Ba'zi bir insonlar shunchaki eshitadi-ku, men yig'lab ijro qilsam yoki qanaqadir joyini yetkazib bera olsam, ana shu insonni ko'ziga yosh kelib, vujudiga yetib boradi. Rahmat javobingiz uchun. Shu o'rinda ustozimiz Fazila Xayrullayevaga so'z navbatini bermoqchiman. Assalomu alaykum. 4 kuni chorshanba Murod baxsh kuni hisoblanadi albatta. Hamma mana shu yerda o'tirganlarni, tinglayotganlarni onlayn tarzda murodlarga erishishlariga tilakdoshman. Osmonimiz doimo musaffo bo'lsin. Baxt, iqbol hammaga kulib boqsin. Yurtimiz tinch bo'lsin, mamlakatlarimiz tinch bo'lsin. Bu kechangi dasturimizning mehmoni Gulqiz ekanlar, Andijondan ekanlar. Andijon juda bir ajoyib dilbar shaxslar yetishib chiqqan viloyat hisoblanadi. Gulqiz mehmondo'st xalq, havolari toza va insonlari, qalbi toza insonlar juda ko'p. Mana shu yerdan ekanlar Gulqiz va bu kishi Zulfiya izdoshlari ko'rik tanlovlariga ham birinchi o'rinlarni olgan ekanlar, ham ijod qilar ekanlar, o'zlarining aytishlari bo'yicha ham ijro. Mana birinchi savolim, ijodga sizga layoqat kuchlimi Gulqiz yoki ijodgami? Birinchi qaysidan boshladingiz? Ikkinchi savolim, kimgadir har bir inson taqlid qiladi ustoz sifatida. Siz ijrochilik borasida kimlarga taqlid qilgansiz? Va o'zingiz mana shu Zulfiyaga qatnashganda qanday o'rin olganda siz qaysi jihatlar orqali mana shu birinchi o'rinni oldingiz? Qaysi she'ringizni aytgansiz, havola qilgansiz? Eng yaxshi ko'rgan she'ringizdan yana bitta o'qib bersangiz. Marhamat. Avvalambor assalomu alaykum. Savolingiz uchun kattakon rahmat. Chiroyli savol bo'ldi. Lekin birinchi savolingizga ozgina tushunmadim. Ijod yo'nalishida berdingiz, ana shu savolingizni qaytarib bersangiz yaxshi bo'lardi. Ijodga sizga layoqat kuchlimi yoki ijrogami? Ikkalasiga ham layoqatim juda ham kuchli. Ijroga ham, ijodga ham. Chunki har bitta yozilgan she'rda mukammal darajada o'qishga harakat qilaman. Bu ijroga bo'lgan qiziqishim. Ijodga bo'lgan qiziqishim ora-orada, ya'ni kechasida ijod kelib turadi, she'r yozib turaman va Zulfiya xonim izdoshlari ko'rik tanlovlarida birinchi o'rinni olganman, o'zim yozgan she'rlarim bo'yicha va ijro mahoratimga qo'yilgan ballar bo'yicha doimo birinchi o'rinda olganman. Hech ham ikkinchi o'rinda olmaganman. Buni baralla ayta olaman. Chunki toki maktabni bitirmagunimgacha hech kimga birinchi o'rinda bermasdim. Buni ustozlar ham, mana shu yerdagi jyurilar ham bilardi. Men qatnashdim degungacha qolgan men bilan qatnashayotgan ijodkorlar, ya'ni she'r aytishga qiziqishi bor insonlar baribir birinchi o'rinni mana shu qizga berishadi deb turishardi. Shuning uchun hozirgacha ijodni tashlamaganman. Mana shu birinchi o'rinlar ham menimcha menga ozgina turtki bo'lgan. O'zingiz ijodingizdan ozgina she'r o'qib bering dedingiz. Agar esimda bo'lsa, hozir chunki baribir ozgina bo'lsa ham hayajondaman. Esimda bori bo'lsa, chiroyli qilib o'zimning ijodimdan ozgina o'qib beraman. Rahmat singlim. Tinglaysiz, marhamat. Yashashdan to'ymadim. Charchadim xolos. Yuragim qiynaydi har kun ozma-oz. Yo'l ko'rsating menga sizdan iltimos, dunyoni qarshida o'lchaydiganlar. Hatto insonlarni sotib olasiz.
faqirga pul emas nazar solasiz. Bizni ko'nglimizdan darrov qolasiz, o'zidan boyvachcha yasab olganlar. Suratga boqasiz, siyratga emas, sizlarga naqdidan kelib tursa bas. Afsus bo'lasizmi, shunchalaram pas, birovni puliga yashaydiganlar. Ko'chadan kim o'tsa pichir-pichirlab, ortidan kulasiz, qiqir-qiqirlab. G'iybatchi emasmiz, deysiz shivirlab, oyoq bilan emas, tilda yurganlar. Uyida mahrami haloli bo'lib, ayshu ishlar qilar qalblari to'lib. Bir g'unchadek gulni qo'yar so'ldirib, uyaling, fahshga botib yurganlar. Qaytar dunyo bo'lar, kelar o'sha kun. Zulmatdan chiqmaysiz faqat qaro tun. Mayli xursand bo'ling, so'nggisi bugun birovni oilasin buzadiganlar. Unga ham, bunga ham qarayverasiz. Lattadek chaynalib sayrayverasiz, it tekkan oshni ham yalayverasiz. Erkaklik safidan chiqib yurganlar. Tunu kun xizmatda sizlab baydaysiz, to tundan tonggacha ne bo'lsa yeysiz. Bo'ydoqlar mayli-yu, uyalmaysiz, birovni yorini tortib olganlar. Yashashdan to'ymadim, charchadim xolos. Yuragim qiynaydi har kun ozma-oz. Yo'l ko'rsating menga, sizdan iltimos. Dunyoni qarchida o'lchaydiganlar. Rahmat eshitganlar uchun. Menimcha yuragingizga yetib bordi degan umiddaman. Shuning uchun katta rahmat, oziz xasta bo'lmasin ilohim. Endigi navbatni men Jamshid Sultonov ustozga bermoqchiman. Marhamat ustoz. Rahmat. Assalomu alaykum. Salomat bo'linglar. Avvalo assalomu alaykum barchaga. Bugun juda ham ajoyib kun. Anchadan beri o'zi ijrochi ijodkorlarimizni dasturlari bugun mana chiroyli bir o'z ijodiga ega bo'lgan ijodkor qizimizni dasturini boshladik va albatta barchaga ma'rifatli, xayrli bo'lsin. Yana bir karra barcha aziz ishtirokchilarimizga xush kelibsizlar deb qolamiz. Shu o'rinda ustozlarimiz bor, barchalariga omad, muvaffaqiyat va Allohimdan go'zal hidoyatlar barchamizga nasib etishligini tilab qolaman. Hamda hozir bir savol kelib tushdi. Sardor Qalandar tomonidan kelib tushgan, Qalandar tomonidan kelib tushgan shaxsiy savollar. Mana shularni o'qib eshitiraman. Boshlanishida birozgina tabrigi bor. Assalomu alaykum, qadrli ijodkorlar hamda bugungi dastur mehmoni Guli qiz. Sog' salomatlik tilayman va albatta ijodlariga barkamollik tilab qolaman. Xo'p, mening savolim, ijodkorning asarlarida uning shaxsiy xarakteri, ichki dunyosi va individual qarashlari aks etishi tabiiy hol. Savoli juda ham ko'p. Mana shu fikrni o'qib eshitiraman oxirigacha. Tursunboyev menga bermoqchiman. Bu inson ham ijrochi. Marhamat, ularni ham savollari bo'lsa, agar imkonlari bo'lsa, ularga mikrofonni topshiramiz. Assalomu alaykum. Imkonlari yo'q ekan, unda savollar ketma-ketligida davom etamiz. Har qanday she'rni, masalan, har qanday she'rni ham san'at asariga aylantirsa bo'ladimi sizningcha? Yoki ijrochining mahorati ham ojiz qoladigan she'rlar bormi? Nima deb o'ylaysiz? Juda ham chiroyli savol. Albatta bor. Ojiz qoladigan she'rlar bor. Masalan, demoqchisiz, she'rda endi boshlagan insonlarda she'ri. Menimcha to'g'ri tushundimmi, Munavvarxon? Albatta. Yangi boshlangan shoirlarning she'rlarini yo'q, mukammal ijrochi ham ijro qila olmaydi. Chunki ularda masalan ijrochi ham qo'shiqchilarga o'xshagan ritmga tushish narsasi bor. She'riyatda ham masalan azvochka ijrochilarida ham xuddi shunaqa narsa bor. Qo'shiq aytishdan ham kerak bo'lsa mukammal darajada bu ijro. Endi yozilgan she'r bo'lsa, uni mukammal ijro qiladigan inson ham ijro qilib bera olmaydi. U she'rga ham bog'liq deb o'ylayman. Yaxshi she'r bo'lsa, ijrochi mukammal darajada ijroni yetkazib bera oladi tinglovchiga. Rahmat javobingiz uchun. Endigi navbatni men bermoqchiman Ro'zmatovna niqdagi insonga. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, xayrli kech hammaga. Avvalambor juda qiziqish kelibsiz dasturga. Sizga savolim bor. Yozganlaringizdan ko'nglingiz to'lmagan joyingiz bo'lganmi? Keyin mana ijro borasida endi o'zingizga o'xshagan ijrochilar bor. Tanqidga munosabatingiz qanaqa? Oldindan javob uchun rahmat. Avvalambor assalomu alaykum. Savol uchun kattakon rahmat. O'rinli savol bo'ldi. Men endi ijodni boshlagan qizlarga yoki ijodkorlarga hech qanaqa tanqid qilmayman.
ularni qo'llab-quvvatlashga harakat qilaman. Bilmaganlarini o'rgatib, biror marta mendan negativ fikr chiqmagan. Umuman hech kimga ba'zi bir ijtimoiy tarmoqlarda negativ yozishadi. Men shunaqani ham yoqtirmayman, chunki hech kim onasini qornidan bilib tug'ilmagan. Mukammal darajaga yetish uchun ham inson o'z ustida ishlashi kerak. Shuning uchun hech qanaqa tanqid qilmayman. Xudo xolasa, bu inson ham kelajakda yaxshi ijrochi bo'lib ketadi deb turib yaxshi fikr bildiraman. Birinchi bergan savolingiz hozir to'g'risi esimdan chiqib qoldi. Mana shu savolingizga chunki nazarimni tashladim. Birinchi bo'lib, agar imkoniyatingiz bo'lsa, qaytarib boring. Mana deysiz, yozganlaringizdan ko'nglingiz to'lmagan joyi bo'lganmi? Yana tanqid haqida savol berdim. Sizga nisbatan bo'lgan tanqidga munosabatingiz qanaqa? Masalan, sizni kimdir tanqid qilishi mumkin, to'g'rimi? Hamma joyda bo'ladi, masalan. Shu narsani so'ramoqchi edim. Birinchi savolingizga javobim, ko'nglim to'lmagan joylari bo'lgan. Unaqa she'rlarni udalet qilib tashlayman, chiqarib tashlayman o'zimni she'riyat profilimdan deydimi, yozilgan joydan deydimi, unaqa she'rni umuman ijro qilmayman. Ba'zi paytda ilhom kelib qolganda yozib qo'yaman, keyin kirib turib o'sha she'rni o'qib ko'raman. Ko'nglim to'lmadimi, bo'ldi, qaytib o'qimayman o'sha she'rni. Keyin keyingi savolingizga bo'lsa, tanqidlar juda ham ko'p bo'lgan, lekin 80% inson menga tanqid qilmaydi. Bu 20% da bo'lib qolishi mumkin. Ko'p inson ijtimoiy tarmoqlar orqali blog yuritaman, ana shu bloglarimdan kelib, sizni muxlisizman, sizni she'rlaringizni mana shuncha oy yoki yil davomida eshitib kelaman deb turib, chiroyli bir izohlar bilan Telegram sahifamga yozib qo'yishadi. Mana shu paytlarda juda ham quvonib ketaman, lekin tanqid bo'lgan paytda ham o'rinli tanqid bo'lmaydi. Ana shu sohani tushunmaydigan insonlar tomonidan tanqid bo'ladi. Shunaqa paytda asabiylashib ketaman. Tanqid bo'lish kerak. Qachonki ana shu sohada siz yetuk mutaxassis bo'lsangiz, o'zingiz ustingizda yillar davomida ishlagan bo'lsangiz, ijodkorga tanqid qilsagina menimcha o'rinli bo'ladi degan fikr bor menda. Yana bilmadim. Hammada endi har xil fikr bor. Fikr bo'ladi-yu, meni fikrim shunaqa. Javob uchun rahmat. Ijodiy barkamollik tilayman. Ovozingiz xasta bo'lmasin. Hamisha navroqda yuring. Sog' bo'ling. Rahmat. Rahmat, salomat bo'ling. Tepada bitta ustozimiz savol bergandilar. Ana shu savolga ham javob berib o'tib ketsam, kimga taqlid qilasiz? Meni ustozim bor, radio boshlovchi Sevara Ziyo. Suxandon, ana shu opani men shogirdiman. 2 yil u opada shug'ullanganman, she'rlarini eshitganman, ko'proq ijrolarini eshitganman, ijodlariga havas qilaman va o'xshashga harakat qilmayman, lekin baribir tahsil olgan bo'lsangiz, ana shu insondan ozgina bo'lsa ham ovozingiz, qanaqadir xarakterlaringiz tortib ketadi. Lekin ustoz sifatida ko'raman Sevara Ziyoni. Savollari uchun kattakon rahmat. Rahmat. Unga savol berish navbatini Muslima nikdagi insonga bermoqchiman. Marhamat. Assalomu alaykum. Hammaga xayrli kech. Bu ijodkorimizni endi tanib turibman, bundan keyin harakat qilaman yaxshilab qilishga. Nazm va navoni bitta tarafini aytib o'tib ketamanki, men chatlarda ko'p yurishga ruxsat yo'q, lekin nazm va navoni uydagilar eshitishga, o'shanga ruxsat berishadi. Ko'p ijodkorlarni mana shu yerda taniyapman. Bu ijodkorimizga savolim shunaqa, ijroda o'zini yo'nalishi bo'ladi, she'rlar ham har xil bo'ladi-ku. O'zini yo'nalishi, ovozi tushadigan she'r bo'ladi deb o'ylayman-da, xuddi qo'shiqchilarda ham o'zini yo'nalishi, maqom, rep degandek. Shunaqasi bo'lganmi yoki hammasini bemalol o'qib keta olasizmi? Javob uchun oldindan rahmat, agar tushuntirib olganimda. Assalomu alaykum. Savolingiz uchun kattakon rahmat. Albatta bo'ladi. She'rda ham tepada aytib o'tganimdek, siz ham aytib o'tganingizdek, maqom yo'nalishlar bor. Kulgu yo'nalishi bor, masalan, boshqa bir yo'nalishlar bor. Men kulgu yo'nalishidan boshqa hamma she'rda ijro qila olaman. Balki kulgu yo'nalishiga ovozim tushmaganligi sabablidir. Balki yoqtirmaganligim sabablidir, lekin ko'nglimga yoqib qolgan she'rda doimo ijro qilib kelganman. Menimcha javobim qoniqtirdi. Javobingiz uchun. Endigi navbatni yana Jamshid Sultonov ustozga bermoqchiman. Boya bergan savollarini batafsil tushuntirib, qisqartirilgan variantda sizga o'qib eshittirmoqchilar. Ustoz, marhamat. Yanada ham savolni hozir qisqartirishga harakat qildik, lekin biroz baribir uzunroq, lekin imkon darajasidan kelib chiqqan holatda qisqartirdik. Tushunarli qilib o'qib eshittiraman. Diqqat bilan tinglang.
shoir yozgan narsasi ijodi uchun ommaga taqdim etgan namunasiga javob ber. Savol uchun kattakon rahmat. Menimcha tushundim degan umiddaman. Javob berishga harakat qilaman. Xo'p, O'zbekiston Respublikasida so'z erkinligi bor. Hamma o'z fikrini bildirishga haqqi bor va o'zidan kelib chiqib ijod qilishga ham haqqi bor, she'r yozishga ham haqqi bor, lekin dinimizda taqiqlangan mavzuda emas, qonunda chegaralangan mavzuda emas. Ana shu qoidalarga amal qilgan holda shoir ham she'r yozsa mantiqqa muvofiq bo'ladi va men ijodim bo'yicha men unaqa she'rlarni ijro qilmayman, oldin ko'zdan kechiraman. Dunyoviy diniy taraflama ham, qonuniy taraflama ham. O'sha narsaga ko'zim yetsagina ijro qilaman. Agar ko'zim yetmasa, ichida qanaqadir joylari bo'lsa, taqiqlangan joylari bo'lsa, umuman ijro qilmayman. Chunki bu narsa boshqa tomonlama meni boshimdan o'tgan, shuning uchun ehtiyotkorman. Doimo o'zimga ehtiyot bo'lib, ijro qilganimda ham o'qib ko'rib ijro qilaman, ko'zim yetsa. Menimcha javobim savolni qoniqtirdi degan umiddaman savol bergan insonda. Man hozir o'zlari eshitib turibdilar. Savolga berilgan javobingizdan qoniqish hosil bo'lmagan bo'lsa, agar Telegram orqali Telegram manzilida agar savolni yanada tushunarli qilib yozib va sizdan javob olishlariga imkon berasizmi yoki mumkin emasmi? Shuni ochiq-oydin aytib qo'yishingiz mumkin. Xo'p, agar shu darajada qiziqtirayotgan bo'lsa meni fikrim, bu savolga umuman javob topmagan bo'lsalar, fikrimni bildirishga haqqim bor. Mayli, so'rasinlar. Qo'limdan kelgancha javob beraman. Xo'p, tushunarli. Demak, Sardor Qalandarov, marhamat, agar mana o'zingiz bergan savolingizga, agar hozir berilgan javobdan qoniqish hosil bo'lmagan bo'lsa, Telegram manzili orqali yana ushbu savollarga javoblarni eshitishingiz mumkin. Imkoniyat berdilar. Muvaffaqiyat tilayman va Munavvarga yana mikrofonni topshiraman. Rahmat ustoz. Endigi navbatni esa Oq Atirgul nuqtaga ustozga bermoqchiman. Savollari bor ekan, marhamat tinglaymiz. Ustoz, marhamat. Dastur avvalida savol berib chalg'ib qo'yadigan maqsadda savol bermagandim. Yuriy qizga bir nechta savollarim bor, agar mumkin bo'lsa. Siz o'z o'rnida yosh ijodkorsiz. Shundan kelib chiqib sizga bir chiroyli tarzda savollarim bor. Agar siz gul bo'lsangiz, qaysi gul bo'lardingiz? Qaysi gulga o'zingizni yoqlagan bo'lardingiz? Savol uchun kattakon rahmat. Gul bo'lganimda atirgul bo'lardim. Chunki atirgullar juda ham yoqadi menga. Yana savollar bor? Albatta, rahmat javob uchun. Tasavvur qiling, siz musavvirsiz. Ya'ni rassomsiz. Kimni suratini chizgan bo'lardingiz? Juda ham o'ylantiradigan savol bo'ldi. Men o'zim mana shu sohada repetitorga borib o'qiganman ham. Rassomchilik bo'yicha birinchi bo'lib o'zim suratimni chizganman. Oynaga qarab o'zim suratimni chizganman. Men javob uchun keling biroz lirik chekinish qilib sizga bir noodatiy savol bermoqchiman. Sizningcha hayot adolatlimi? Adolatlimi hayot sizningcha? O'rni kelganda ha, o'rni kelganda yo'q. Chunki bir tekisda hayot davom etmaydi. Hayotni baland pastlari bilan hayot menimcha qiziq. Agar hayotim bir tekisda davom etsa, men u hayotdan zerikib qolaman. Hayotimda qanaqadir qiyinchiliklarni ko'rsam, qanaqadir xursandchiliklarni ko'rsam, ana shu hayotda maza qilib yashayman o'zim uchun. Doimo hayotim bir tekis davom etsa, bir tekis davom etadigan payti ham bo'lib qolgan. Mana shu paytlarda o'zimdan o'zim yig'lagim kelib, siqilib qolganman. Ozgina qiyinchilik esa Allohga shukr qilib, Allohning bergan sinovlariga, ko'rsatgan kunlariga, yana uni ortidan keladigan go'zal bir sabrim ortidan keladigan go'zal bir mukofoti menga yoqadi. Shuning uchun hayotim tekisda davom etishini xohlamayman. Baland pas shunaqa qilib davom etsa, menimcha men uchun norma holat. Rahmat javoblar uchun. So'nggi savolim, siz yoshsiz hali. Nimani mukammal o'rganishni xohlardingiz? Mukammal darajada mana shu sohani yanayam yetuk mutaxassisi bo'lib yetishni xohlardim. Chunki hali yoshman, o'ylanib, izlanishim kerak. Mana shu o'zim ustimda yanayam ishlashim kerak. Chunki aytib o'tganingizdek, xato kamchiliklar bor menda ham. Hech kim bexato emas. Hech kim onasini qornidan bilib tug'ilmaydi. Men ham mukammal darajada emasman. Qo'limdan kelgancha ijrochiman, ijodkorman. Agar o'rni kelsa yoki qanaqadir imkoniyat berilsa, mana shu sohani yana ham yetuk mutaxassisi bo'lardim. Javoblar uchun sizga ham tashakkurlarim.
Sog' salomat bo'ling. Ijodingizga ko'z tegmasin yana bir bora. Meni nazdimda bergan javoblaringizda tinglab turibman. Yoshingizga nisbatan ancha jadallab ketgansiz. Sizga faqatgina Andijon qizi sifatida muvaffaqiyat tilayman. Zafarlar tilayman. Salomat bo'ling. Rahmat. Boringizga shukur. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Gaplaringiz uchun katta rahmat ustoz. Shu o'rinda eslatib o'tmoqchiman. Agar gapirishga imkoningiz bo'lmasa, lekin bugungi mehmonimizga savollaringiz bo'lsa, menga yozib yuborishingiz mumkin. Albatta o'qib eshitiraman. Mana shunday savollardan biri bizga yetib kelgan Hasanboy ismli tinglovchimizdan savollarni o'qib eshitiraman. Ijrochi she'rni tanlaydimi yoki she'r ijrochinimi sizningcha deya o'z savollarini yakunlaganlar. Juda ham chiroyli savol bo'ldi mana shu savol. Hamma savollarga nisbatan ham chiroyli bo'ldi. Albatta, ijrochi she'rni tanlaydi, lekin she'r ham ijrochini tanlaydi. Aytib o'tganimdek, ovoziga mos tushmasligi mumkin she'r qaysidir ijrochini yoki bo'lmasam qanaqadir yo'nalishiga mos tushmasligi mumkin. She'r ham ijro ham shunaqa mos tushmasligi mumkin. Xullas bir-biriga mos tushmasligi mumkin. Ikkalasi ham, ijro ham, she'r ham, ijrochi ham. Rahmat javob uchun. O'zimni butkul. Yaxshi bo'ldi yechildi bugun oyog'imdan bu zanjir, bu g'ul. Ikki dunyo seni shohim deb qul qilibman o'zimni butkul. Yaxshi bo'ldi. Yomon bo'lsa ham, yuragimni essa ham darding. Men aqlini topgan telbadek poylaringdan boshim ko'tardim. Kechir. Kechir ozor berib mehrimla. Zeriktirdim men sodda men gul. Bu dunyoda seni borsan deb boshqalardan kechibman butkul. Xudoyimni jazosi qutlug', sendan ketdim ey qahrli gul. Shukr, shukr seni yod etib unutmabman xudoni butkul. Shuning uchun ham omon bo'l endi. Men bariga silkib qo'ydim qo'l. Angladimki seni yo'qotsam xudoyimni topaman butkul. Endi xayr, endi alvido. Bari ro'yo, bari sarob qul. Dargohingga sig'maganimday yuragingga sig'massan butkul. Men mehrman, telbagudakday, ko'z yoshimga yomon toyrildim. Yaxshi edi, seni topganim yaxshi bo'ldi, sendan ayrildim. Sendan ayrildim, ketmog'im uchun topib berding yo'l. Bu dunyoda seni topdim deb yo'qotibman o'zimni butkul. Barcha tinglayotganlarga kattakon rahmat. Sizga ham ajoyib ijro uchun katta rahmat. Ovozingiz xasta bo'lmasin. O'zim ham ijrochiman va navbatdagi savolni sizga bermoqchimanki, she'rda bilamiz, she'rda yoki umuman matnda tinish belgilari bo'ladi. Masalan, deylik nuqta, virgul, so'roq yoki shunga o'xshagan tinish belgilar bor. Siz uchun bular shunchaki tinish belgimi yoki nafas olishingiz uchun bir ishorami? Nafas olishim uchun ishora, chunki ana shu nuqta virgullari ham she'rda mukammal darajada ijro qilishga sababchi bo'ladi. Ijrochini ana shu nuqta virgullariga ahamiyat beraman, keyin vujudim bilan his qilib mana shuni ijro qilaman. Bu nuqta virgul katta rol o'ynaydi she'rda. To'g'ri aytasiz. Navbatdagi savol. G'amgin she'r yoki g'amgin monologlarni ijro qilish uchun ijrochi hayotda ham o'sha g'am anduhlarni chekkan bo'lishi shartmi? Nima deb o'ylaysiz? Mening fikrim bo'yicha bo'lishi shart. Chunki ana shu narsani boshidan o'tkazmaguncha uni mukammal darajada ijro qilib tinglovchiga yetkazib bera olmaydi. Shunchaki o'qib qo'yadi, keyin tinglagan inson undan qoniqmaydi. Rahmat. Bizga yana yozma tarzda savol va iltimoslar yetib kelmoqda. Bularni o'qib bermasam bo'lmaydi. Ovozlari juda ham yoqimli ekan. Iltimos, ko'proq ijro so'rang deyishibdi. Marhamat, yana ijro navbati sizda. Xo'p, hozirgi ijroni ham to'satdan hech kimga kelgan joyida o'qib berdim. Yana ozgina gapirib tursiz, birorta she'r topib olaman. Xo'p, bo'ladi. Unda sizni agentlaringizdan biri bizga yozma tarzda jo'natganlar. Guli qiz opamni juda ham yaxshi ko'raman. Dunyodagi eng go'zal ovoz sohibasi va dunyodagi eng go'zal ayolsiz. O'zingizni ehtiyot qiling. deya Safina begim
sizga mana shunday tilaklarni yuborgan ekanlar. Rahmat kattakon. Sog' bo'lsin, umrlari sog' bo'lsin. Farzandlarini baxtiga doimo meni qo'llab-quvvatlashda hech qachon charchamaydigan adminkalarimdan biri. Xo'p, demak, ijro qilaman. Marhamat. Tasodiflar yo'q bu dunyoda. Uchrashmadik ikkimiz bekor. Allohimning rejalarida biz anglamas buyuk hikmat bor. Sen qayda-yu, men qayda edik? Go'yo quyosh, go'yo oy ayro. Agar Xudo istamaganda bo'larmiding qarshimda paydo? Duch kelmaydi daryoga daryo, qushlar sira ketmas to'qnashib. Borligimni bilgandek go'yo kelarmiding davonlar oshib. Charchagandim yo'llaring kutib, muhabbatni ko'zlari ojiz. Mana endi bir lahza o'tib go'yo eski tanishlardekmiz. Sen qismatga ishonasanmi? Ko'rganmisan meni qaydadir? Bilsang buni mo'jiza emas, taqdir derlar. Azizim, taqdir. Jon, rahmat sizga ham. Yana bir savol yetib kelgan bizga. Mehmonga savolim shundan iborat. Ijodingizda shakl, mazmun hamda badiiy obraz yaxlitligini ta'minlash uchun qaysi estetik tamoyilga suyanasiz? deya o'zlarini savollarini yakunlaganlar. Menimcha bu savolda desam, u inson chiqib ketibdilar, adashmasam. Boyagi uzun savolni berganingiz olmagan desam, yaxshi bu yerda ekanlar. Bu savolni xabarkor shoir Ilhom Sher. Yana bir qaytara olasizmi? Agar u siz tushungan bo'lsangiz, menga oddiy tilda tushuntirib bering. Charchadimmi bilmayman. Ijodingizda shakl, mazmun hamda badiiy obraz yaxlitligini ta'minlash uchun qaysi estetik tamoyilga suyanasiz? deya savol beribdilar. Qaysi estetik tamoyil degan so'ziga ham tushunmadim. Agar bizni hozir tinglab turgan bo'lsalar, savolingizni biroz soddalashtirib menga qaytadan yuborsangiz, nur ustiga a'lo nur bo'lardi. Tanqidingiz nima bo'lgan? Tanqidim bo'lib turadi ora-orada, ko'p emas. Chunki ijrochi o'zini ovozini sevib ijro qilsagina ijro mahoratini tinglovchilarga yetkazib bera oladi. O'zini ovozini sevish kerak avvalo ijrochi, keyingina boshqalar seva oladi bu ijodkorning ovozini. Birinchi tanqidim, ba'zi paytda cho'zib aytib boraman she'rda. Ba'zi paytda tez aytib boraman. Eng katta tanqidim shu, boshqa tanqid qilmayman ovozimni. Ha, tushunarli. Hozir aytib o'tdingizki, inson o'zini ovozini sevishi kerak dedingiz. Ko'pchilikda shunaqa savol qiynaydi, ya'ni ovozim o'zimga yoqmaydi, lekin ijro qilgim keladi deyshadi. Mana shunday o'zini ovozini yoqtirmaydigan insonlarga qandaydir tavsiyalar bera olasizmi? Tavsiya beraman. Buni o'zimiz darsimiz davomida ham har kuni o'tamiz. Inson o'zini ovozini sevish uchun avvalo mashqlari bor. Oynaga qarab, ovozini sevish uchun oynaga qarab bilgan she'rini ijro qilish kerak. Ko'zidan ko'zini uzmagan holda. Ana shundagina ovozini eshitadi, o'ziga bo'lgan dadilligini insonlar oldida hayajonini yengishga kuch bag'ishlaydi bu mashqlar, boshqacha mashqlar ham bor. Ko'proq ijro qilish kerak ovozini sevish uchun. O'zini ustida ko'proq ishlash kerak, hech qachon to'xtamasligi kerak. Ijro qilishni xohlayaptimi, ovoz o'ziga yoqmayaptimi, demak u o'zini ustida ishlash kerak. Rahmat tavsiyalaringiz uchun. Agar bizni hozir yangi hali ijodga endi kirib kelayotgan ijrochilar tinglayotgan bo'lsa, bu qaysidir ma'noda o'sha master klass bo'ldi degan umiddamiz. Charchab qolmadingizmi bugungi savollarimizdan? Yo'q, rahmat, chiroyli savollar. Menimcha chiroyli javoblar ham bo'ldi degan umiddaman. Kimgadir yoqmagan javoblar bo'lsa, uzr so'rayman. Qo'limdan kelgancha harakat qildim javob berishga. Rahmat. Bilamizki, vaqt bu qimmat. Qimmatga teng, ya'ni oltinga teng bo'lgan vaqtingizni ajratib, bizning dasturimizga tashrif buyurganingiz uchun yana bir bor rahmat. Aziz va qadrli tinglovchilar, ko'ngli nazmga oshno bo'lgan tinglovchilarimiz. Har qanday go'zal va sehrli lahzaning o'z nihoyasi bo'lganidek, bugungi g'oyatda fusunkor oqshomimiz ham o'z poyoniga yetib bormoqda. Bilasizlarmi, dunyoda eng tez va to'xtatib bo'lmas narsa bu vaqt. Lekin bugun biz mana shu shafqatsiz vaqtni bir necha daqiqada bo'lsa-da go'zallik qarshisida to'xtatib turamiz degan umiddaman. Biz bugun shunchaki suhbatlashmadik, biz bugun hislarimizga sayqal berdik.
Guli qiz, bugungi samimiy suhbat, dildagi izhorlar va o'sha biz sog'ingan radio nafasi ufurib turgan mahoratli ijrolar uchun sizga cheksiz tashakkur bildiramiz. Ismingiz kabi ijodingiz ham hamisha bahoriy tarovatda gullab yashnasin. Ovozli ijodimiz to'lqinlarida yangragan har bir so'zingiz, har bir nafas tempingiz, ya'ni ovoz tempingiz tinglovchilarimiz qalbida uzoq vaqt aks etib, ya'ni sado berib turishiga ishonaman. Bizga ajratgan qimmatli vaqtingiz va bergan ma'naviy zavqingiz uchun sizga yana bir bor rahmat. So'nggi so'z o'rnida o'zingizni fikrlaringiz bo'lsa, marhamat sizni ham tinglaymiz. Avvalo mana shu efirni tashkillashtirgan insonlarga kattakon rahmat aytaman. Juda ham chiroyli efir bo'ldi, juda ham chiroyli holat, esda qolarli holatlar bo'ldi. Kattakon rahmat va sizga ham rahmatimni aytib o'tmoqchiman. Juda ham chiroyli olib borganimdek, shuncha insonni oldida hayajonlanmasdan, adashmasdan gapira olish har bitta suxandonni orzusi va har bitta boshlovchini qo'lidan kelmaydi. Lechkamga yozishibdi, radioda ishlayotgansiz, radiodagidek gapirib bering deb. Agar xo'p desalar, ikki og'iz chiroyli radioda gapiradigan so'zlarimdan gapirib beraman, keyin yakunlasak ham bo'laveradi. Salom, assalomu alaykum qadrli vatandoshlar, aziz yurtdoshlar. Ayni daqiqalarda tinglab borayotganingiz Biz FM radio to'lqinlari va studiya mikrofonlari qarshisida sevimli boshlovchingiz Guli qiz. Ayni daqiqalarda esa Xayrli oqshom dasturida sizlar bilan diydorlashib turganimizdan bag'oyatda ham mamnunmiz. Bugun haftani chorshanba kuni, ya'ni 4-mart, soat millari esa 22:40 ni ko'rsatmoqda. Xayrli oqshom dasturida siz azizlar bilan 0232 qisqa raqamlariga o'z maktub xatlaringizni, tashakkurnoma, samimiy tilaklaringizni yuborgan holda dasturimizni davom ettirishga tayyormiz. Menimcha bu gaplarim ham mana shu savol bergan insonga yoqdi degan umiddaman. Kattakon rahmat yana bir bor chaqirganinglar uchun mehmon sifatida. O'zingizlarda doimo ehtiyot qilib turinglar. Mana shunaqa diydorlashish, ya'ni telefon orqasidan g'oyibona diydorlashish doimo nasib qilsin, tez-tez ko'rishib turishlik nasib qilsin. Rahmat hammaga. Sizga ham rahmat yana bir bor. Keyingi ijodiy kechalarimizda Nazm va Navo guruhida sizni kutib qolamiz. Shu o'rinda bugungi ijodiy kechaning asosiy tayanchlari, Nazm va Navo guruhi tashkilotchilari, jonkuyar adminlarga alohida minnatdorchilik bildirishni burchim deb bilaman. Aziz adminlar, ustozlar, sizning sa'y-harakatlaringiz, san'atga bo'lgan yuksak mehringiz va mana shunday ijodiy maydonni yaratib berganingiz tahsinga loyiq. Telegramning cheksiz va ba'zan shovqinli kengliklarida mana shunday nafis, tartibli va madaniyatli maskanni saqlab turish bu haqiqiy fidoyilik va ma'rifatparvarlikdir. Va albatta bizni har lahzada bo'lsa-da, ya'ni bir lahza bo'lmasa ham tark etmasdan oxirigacha tinglagan, har bir misramizga o'z munosabati va chiroyli savollari bilan bizni yolg'iz qoldirmagan aziz tinglovchilarimizga ham shu o'rinda o'z tashakkurlarimizni bildiramiz. Sizning borligingiz bizning ilhomimiz. Siz kabi tinglovchilar borki, shoirlar yozadi, ijrochilar kuylaydi, boshlovchilar gapiradi. Siz bo'lmasangiz so'zning qadri, bizning mehnatimizning ma'nosi ham bo'lmaydi. Vaqt o'z hukmini o'tkazadi, lekin bugun qalbimizga muhrlangan hislar vaqtga bo'ysunmadi. Kelgusi safar ham mana shunday fayzli davralarda Nazm va Navo guruhining yangi loyihalarida g'oyibona ko'rishguncha omon bo'ling deb qolamiz. Qalbingizdan nazm, hayotingizdan Navo hech qachon arimasin. Xayrli tun azizlar, o'zingizni kelgusi loyihalargacha ehtiyot qiling deymiz. Salomat bo'ling.